Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiatlar shahridan kelganman. Javlon akani Telegram gruppasidan bir yilcha kuzatib, shu yerga davolanishga keldim. Allohga shukr, hozir yaxshi, sharoitlari ham yaxshikan. 3 mahal issiq ovqatlari bor. Choyga asalli choylari bor. Bemalol kelib davolansangiz bo'ladi. Hozir endi общий kasalliklarni hisobga olganimizda qancha foizga o'zgarishga erishdingiz? Shu 2 kursimizda. 100% o'zgarishim bor. Allohga Yaxshi, shukr. Alloh shifosini bersin. Endi bu bemorimiz 29-chislov kuni 29-mart kuni kelgan ekansiz. Hozir endi 2 kurs olib, bugun tugatyapsiz, xudo xolasa. Ertaga yo'lga chiqasiz, yana qaytasiz. Bu yerda kasalliklari, mana allergik rinit bor ekan. Hozir allergik holatlaringizda qanaqa o'zgarishlar? Bu yerga kelib umuman allergiya nima qilmagan. Umuman bezovta qilmadi. Xo'p, bel og'riqlaringizda-chi? Bel og'riqlarim juda yaxshi. Bu ham 100% ga yaxshilandi, xudo xolasa. Buyrakda pielonefrit bor ekan, og'riqlar bor ekan. Yuragim 3 kunda nimasi ta'siri foydasi yaxshi tekkanda, chunki bu yuragim bilan uyda pristup berib, shuncha ukol dori olsam ham yaxshi bo'lmagan edim. Allohga shukrki, shu yerga kelib juda yaxshi bo'ldim. Alloh shifosini bersin, yaxshi. Xo'p, ikkala tizza og'riqlarimiz bor ekan. Ikkala tizzadagida nima o'zgarish? Ular ham yaxshi, hozir bezovta qilmayapti. Yaxshi. Keyin bosh og'riqlarchi? Bosh og'riq umuman yo'q. Cherpna davlena bor ekan. Bosh og'riqdan butkul qutulib bo'ldingiz, xudo xolasa. Allohga shukr. Yaxshi, o'tdimlanishlar, qabziyatlar Ular ham yaxshi. yaxshi. Endi jenskiy tomonlama shikoyatlar bor ekan, ularda ham qanaqa o'zgarish bo'ldi? Ularda ham juda yaxshi o'zgarishlar bor. Allohga shukr. Yaxshi. Nima deysiz shu jenskiy tomonlama shikoyatlariga, misol ayollar kelib davolansa bo'lar ekanmi? Ayollar albatta kelib davolansalar juda yaxshi, tez foyda berar ekan, ham davolanishi yaxshi bo'lar ekanda. Hozir shu jenskiy tomonlama hammasi yaxshi. shikoyatlarda, misol quv og'riqlarda o'zgarishlaringiz qancha foizga yaxshilandi? 100% ga yaxshilandi. Yaxshi, Alloh shifosini bersin. Xursandmisiz axir? Endi qancha joydan keldingiz davolangani, mana o'shanga yarasha natijaga erishib qaytyapsizmi axir? Allohga shukr, hammasi yaxshi. Yaxshi. Boshida xo'jayinim ishonmagandilar. Lekin o'zim ishonib kelganman-da, to'g'risi. Yaxshi, Alloh shifosini bersin. Rahim aytganingiz rahmat sizga. Salomat bo'ling. Sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Kasal bo'lmanglar. Ilohim